Agar sizga katta SUV kerak bo'lsa, lekin yonilg'iga pul sarflashni xohlamasangiz, bu avtomobil aynan siz uchun. Eng qizig'i, bu avtomobil haqida hali ko'pchilik bilmaydi. Bugungi videomiz aynan shu avtomobil haqida bo'ladi. Qani, boshladik. Leapmotor C16. Bu katta hajmli, qulay va texnologik avtomobil bo'lib, oilaviy yoki do'stlar bilan sayohatlar hamda kundalik foydalanish uchun qulay avtomobil hisoblanadi. Ushbu avtomobil to'liq elektr hamda gibrid variantda ishlab chiqarilgan bo'lib, bu avtomobilda 72 kilovatdan 82 kilovatgacha yetadigan LFP batareyalar bilan jihozlangan. Bu degani 580 kilometrdan 630 kilometrgacha bemalol yura olasiz. Elektromotor quvvati esa 295 ta ot kuchiga yetadi. Gibrid variantda esa avtomobil 1.5 litrli motor hamda 170 kilovat quvvatga ega elektromotor bilan jihozlangan bo'ladi. 100 km tezlikka atga 6,5 soniyada chiqishingiz mumkin. C16 yuqori darajadagi intellektual boshqaruvga ega avtomobil hisoblanadi. Bunda lidar, 360 kamera, haydovchiga yordam beruvchi barcha zamonaviy funksiyalar mavjud. Qisqa qilib aytganda, Leapmotor C16 bu shunchaki elektr avtomobil emas. Bu narx, minimal xarajat, yuqori texnologiya va maksimal qulaylikni o'ziga jamlagan avtomobillar. Kimga shunga o'xshagan avtomobillar qiziq bo'lsa, Rayzonga obuna bo'lishni unutmang.